Odamlar mish-mishlarga ishonib yurgan vaqtda biz sizlar bilan real narsa haqida gaplashamiz. Agrozor jamoasi an'anasiga binoan eng arzonni bugun sizlar uchun reklama qiladi. Navbat bugun Rosilmash kompaniyasining silos qiladigan kombayni bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling, bittadan like bosing. Qani ketdik. Odam bo'lsa yor bo'layin, olsang bergin, bilagisi kimni. Adam o'ldiraydi, adam. Ama nima qilyapti bu? Ye. Sona bo'lishga ulgurgan Rosilmash kompaniyasining Don 680M modelidagi silos kombaynini bugun obzor qilib beramiz. Bu kombayn 4 metrli jatga ega va bu kombayn eng zamonaviy barcha texnologiyalar bilan jihozlangan. Qolasi ushbu kombayn 1.650 million. Aynan hozir sezon bosib oladigan joyi deganlar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Sizlar uchun bu albatta kerakli bo'ladigan